Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang. Yevropaning urushga tayyorgarligi tezlashmoqda. Bryussel mudofaa byudjetini yana 650 milliard yevroga oshirmoqchi. Germaniyada esa jangovar harakatlar uchun reja taqdim etildi. Eng qizig'i shundaki, barcha hujjatlarda mojaro boshlanishi uchun bir xil sana ko'rsatilgan. Yevrokomissiya raisi Ursula von der Leyen qo'shimcha harbiy xarajatlarni moliyalashtirish uchun Yevropa ittifoqi qarz qoidalarini yumshatish bo'yicha qadamlar tashladi, deb yozadi Britaniyaning The Telegraph gazetasi. Gap 650 milliard yevro haqida ketmoqda. Muddat 2030-yil. Aynan shu sana Rossiya bilan urush boshlanishi sanasi sifatida tilga olinmoqda. Buni NATO bosh kotibi Mark Rutte Yevroparlamentdagi chiqishida bilvosita tasdiqlagan. Biz 2035-yilgacha har yili yayimning 5%ni mudofaaga sarflashga kelishib oldik. 5% bu albatta juda ko'p va sanoat bazasini kengaytirish oson emas, dedi u. Financial Times ham AQSh, Buyuk Britaniya va Fransiya Rossiya bilan Arktikada urushga tayyorgarlikni kuchaytirayotganini yozdi. NATOga a'zo davlatlardan, jumladan AQShdan 4000 askar ishtirokida jami 25000 harbiy mart oyida Norvegiyaning shimolida Cold Response mashg'ulotlarida qatnashadi. Mashg'ulotlar og'ir qish sharoitida havo, dengiz va quruqlikdagi janglarni mashq qilishga qaratilgan, deyiladi maqolada. Norvegiya AQSh razvedka samolyotlariga Rossiya harbiy infratuzilmasini kuzatish uchun o'z havo hududini taqdim etadi. Mamlakat mudofaa vaziri Tore Sandvik Kola yarim orolini asosiy qarama-qarshilik hududi deb hisoblaydi. Bir necha hafta avval Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Yevropa nafaqat Kiyevga yordam berayotganini, balki o'zi ham Rossiya bilan mojaroga borayotgani haqida aytib, norozilik bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Yevropa ittifoqi yetakchilari yig'ilishlari harbiy kengashlarga aylanib qolgan va u yerda faqat bitta masala muhokama qilinadi: Rossiyani qanday mag'lub etish. Litva Kapchamestis shahri yaqinida poligon qurish uchun 100 million yevro ajratdi va Polshaga Suvalki koridorining xavfsizligini mustahkamlash bo'yicha qo'shma loyiha taklif qildi. Bularning barchasi yana o'sha 2030-yilga mo'ljallangan. Rossiya bilan urush haqida hukumat a'zolari va hukmron partiyalar vakillari ko'p gapirmoqda. Muxolifat esa ularni keskin tanqid qilmoqda. Tashqi va mudofaa siyosati kengashi tadqiqotlar bo'yicha direktor o'rinbosari Dmitriy Suslovning aytishicha, Yevropa ittifoqi davlatlarining hozirgi rahbarlari uchun Rossiya bilan qarama-qarshilik foydali, chunki bu ularga hukumatni saqlab qolishga yordam beradi. Barcha yo'nalishlarda muvaffaqiyatsizlik sharoitida Ukrainadagi mojaroning tugashi ular uchun halokatli bo'ladi. Aholi turmush darajasi pasaygani, geopolitik vaziyat yomonlashgani sayri savollar ko'payadi. Shundan qochish uchun siyosatchilar antirus targ'ibotini kuchaytirmoqda. Ammo bu ham ishlamayapti. Muxolifat tobora ommaviylashmoqda, deydi u. Uning qo'shimcha qilishicha, mudofaaga ajratilayotgan yuzlab milliard yevro avvalo Kiyevni qo'llab-quvvatlash va AQSh yordami qisqarishini qoplash uchun sarflanadi. Yevropa ittifoqi Rossiyaga hujum qilishga baribir jur'at eta olmaydi. Rossiya global siyosatda jurnali bosh muharriri Fyodor Lukyanov ham Yevropa ittifoqi Moskvaga qarshi urush boshlamoqchi emas, balki Rossiya tahdidini faqat militarizatsiyani oqlash uchun ishlatayotganini aytadi. Yevropaliklar uzoq vaqt ularni AQSh himoya qiladi deb hisoblashgan. Endi bu haqida unutish mumkin. Amerikanlar nima uchun ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlamaydigan ittifoqi kerakligini tushunmayaptilar. Shuning bilan birga, qurolli kuchlarni tez-tez kuchaytirish oson emas va bu borada yagona fikr yo'q. Shu sababdan Bryussel birlashishga intilmoqda. Yevropaliklar Amerikanlarsiz xavfsizlikni mustahkamlashga qodirmi yoki yo'q, hozircha noma'lum. Ammo ba'zi davlatlar bunga erisha oladi. Antirus targ'iboti va dunyodagi umumiy beqarorlik ularga bu yo'lda yordam beradi. Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang.